18. Assalomu alaykum. 18-dars gul o'simliklarning generativ organi. Xo'p, gul o'simliklarning jinsiy organi bo'lib, shakli o'zgargan novdadir. Gul o'simliklarning sistematik birligiga, mansubligiga qarab turli xil bo'ladi. Gul asosan gul bandi, gul o'rni, gul kosacha, gul qo'rg'on, urug'cha hamda changchi qismlardan iborat bo'ladi. Gul qismlari. Xo'p. Gul bandi, gul o'rni, gul kosacha, gul toji, gul kosacha hamda gul toji gul qo'rg'onni hosil qiladi. Xo'p, changchi hamda urug'chi. Gul muhim biologik ahamiyatga ega bo'lib, undan meva hamda urug' hosil bo'ladi. Xo'p, gul qismlari. Gul bandi. Gul novdaga gul bandi bilan birikadi va unga gul bandi deyiladi. Gul bandi shakli va o'lchamiga qarab turib bir-biridan farq qiladi. Ayrim o'simliklarni gul bandi rivojlanmagan bo'ladi. Xo'p, gul bandidan keyin gul o'rni. Gul bandini biroz yuqori qismida gul o'rni rivojlangan. Gul o'rnida gulning barcha qismlari joylashadi. Keyingisi gul kosacha. Gul kosacha gulni tashqi qismidan o'rab turadi va uning qismlari gul kosacha barglardan iborat. Gul kosacha barglardan iborat. Xo'p, gul toji. Gul toji gul kosacha bargining ichkari qismida joylashgan gul qo'rg'on hisoblanadi. U ham gul toji bargchalar qismidan iborat. Ya'ni gul toji barglar. Yoshlar, gul toji barglar hisoblanadi. Changchi. Changchi ham gul qo'rg'onning ichki qismida joylashgan gulning muhim organi bo'lib, asosan ikki qismdan iborat. Changchi ipi hamda changdondan iborat. Changchi deydigan bo'lsak, changchi ipi hamda changdondan. Changchi ipi changdon hamda gul o'rnini bir-biriga bog'lab turadi hamda changdonni yetilishida xizmat qiladi. Xo'p, uning ichida gulning deyarli markaziy qismida urug'chi joylashgan bo'ladi. Urug'chi ham 3 xil qismdan iborat bo'ladi. Tuguncha, ustuncha hamda tumshuqchadan iborat. Ustunchadan meva hosil bo'ladi. U urug'chining eng pastki kengaygan qismi bo'lib, uning ichida urug' ko'ptak joylashgan bo'ladi. Xo'p, tuguncha gulning boshqa organlariga nisbatan joylashishiga qarab ostki yoki ustki bo'ladi. Xo'p, tugunchani yuqori qismida ustuncha qismi joylashgan. Ustuncha qismi tumshuqcha hamda tugunchani bir-biriga bog'lab turadi va uni ichi g'ovak bo'ladi. Tumshuqchani vazifasi changni ushlash vazifasini bajaradi. Xo'p, gul qo'rg'on gul toji hamda gul kosacha barglardan iborat bo'lib, uni qismlari gul qo'rg'on qismlari deb ataladi. Xo'p, gul qo'rg'onlar ikki xil bo'ladi: oddiy gul qo'rg'onlar hamda murakkab gul qo'rg'onlar. Oddiy gul qo'rg'onlarda asosan gul qo'rg'on faqat bir xil rangdan iborat bo'lsa, bu oddiy gul qo'rg'on bo'ladi. Va yana gul qo'rg'onda yokida gul kosacha barglar bo'ladi, yokida gul toji barglar bilan o'ralgan bo'ladi. O'zi asosan gul qo'rg'onning vazifasi gul ochilguncha changchi hamda urug'chilarni o'rab himoya qilish vazifasini bajaradi. Oddiy gul qo'rg'onlarda esa o'sha yokida gul kosacha barglar o'rab turgan bo'ladi, yokida gul qo'rg'on barglari o'rab turgan bo'ladi. Oddiy gul qo'rg'onli o'simliklarga 3 ta misol keltirilgan. Ularga lola, ikkinchisi gulsafsar hamda tushmoma. Murakkab gul qo'rg'onda esa murakkab gul qo'rg'on qismlari gul kosacha barglar hamda gul toji barglardan iborat bo'ladi. Ularga 5 ta misol keltirilgan.
murakkab gulqo'rg'on. Olma, olcha, nok, namatak, 5 g'o'za. Yana gulqo'rg'on qismlari bor dedik. Gulqo'rg'on qismlari gultoji barg, gulkosacha barg. Agar shu bargchalar bir-biriga qo'shilgan bo'lishi mumkin yokida alohida erkin joylashgan bo'lishi mumkin. Shunga qarab ham gulqo'rg'on ikkiga bo'linadi. Gulqo'rg'oni qo'shilgan gullarga 3 ta misol keltirilgan. Uchta. Ularga qo'ypechak, karnaygul hamda marmarak o'simliklari misol bo'ladi. Gulqo'rg'onlari alohida erkin holatda joylashgan o'simliklarga esa 6 ta o'simlik misol keltirilgan. Gulqo'rg'oni erkin holda 6 ta. Ularga olma, nok, g'o'za, lola, boychechak hamda o'sma o'simliklari guli misol bo'ladi. Yana shunday o'simliklar borki, ularni gulqo'rg'oni rivojlanmagan bo'ladi-da, uni o'rnini tangacha barglar egallagan bo'ladi. Ularga 4 ta o'simlik misol keltirilgan. Gulqo'rg'oni rivojlanmagan. To'rtta. Tol, terak, tut hamda yong'oq o'simliklari misol bo'ladi. Xo'p, gulni tarkibini o'rganishni osonlashtirish maqsadida gul diagrammasi yokida gul formulasidan foydalaniladi. Gullarni sxema yordamida aniqlash, belgilashga gul diagrammasi deyiladi. Gul diagrammasida o'sha har bir qismlarning o'zining formulasi bo'ladi, o'zining nomi hamda qismlarining soni beriladi. Gul formulasida gul qismining nomini boshlang'ich harfi bilan belgilanadi. Misol uchun, gulkosacha barg GK, gultoji barg GT, changchi Ch harfida, urug'chi U harfida belgilanadi va oddiy gulqo'rg'onlarda OG harfi bilan belgilanadi. Endi ularning soni oddiy raqamlarda beriladi. Agar hop aytamiz, gulning qismlari bitta halqada joylashadigan bo'lsa, agar ular alohida erkin holatda joylashadigan bo'lsa, shunchaki raqam ochiq holda yozilib belgilanadi. Agar ular bir-biriga qo'shilgan holatda bo'lsa, misol uchun oddiy gulqo'rg'onlarda gulqo'rg'onlar ikki qismdan iborat bo'ladi dedik. Qismlari birikkan holatda yokida alohida bo'ladi dedik. Agar gulqo'rg'on qismlari umumiy gul organlarining qismlari bir-biriga birikkan holatda bo'lsa, ularning soni qavs ichida belgilanadi. Xo'p, uni keyin alohida yozib ketamiz. Agar gulni qismlari alohida bir halqalarda joylashgan bo'lsa, unga bir halqa organ qismlar soni alohida yoziladi-da, raqamda. Keyingi halqada joylashgan qismlarni yozish uchun plyusdan keyin keyingi halqalar sonidagi raqamdagi qismlar yoziladi, qismlar soni yoziladi. Xo'p, endi agar halqadagi gul qismlari soni ko'p bo'ladigan bo'lsa, ularga cheksizlik belgisi belgilanadi. Agarda umuman halqadagi hosil bo'lish kerak, joylashgan bo'lish kerak bo'lgan qism yo'q bo'lsa, rivojlanmagan bo'lsa, ularga 0 raqami belgilanadi. Hozir endi bularni umumiy gullarning formulasida misolda ko'rib tahlil qilib chiqamiz. Xo'p. Jag'jag o'simligidan.
Jag'jag' o'simligini ikkinchi nomi bor. Achimbiti deb ataladi. Buni ham bir yo'la yodlab, eslab qolib ketishimiz kerak. Xo'p, gul formulasi. Gul kosacha barglari 4 ta. Gul toji barglari 4 ta. Changchisi 4 plus 2. Urug'chisi qavs ichida 2. Xo'p, tahlil qilamiz. Jag'jag' o'simligining gulini formulasi. Xo'p, gulkosacha barglari, ya'ni mana bu gulkosacha barglari 4 ta bo'ladi. Gultoji barglari ham 4 ta bo'ladi. Changchisi 4 plus 2, ya'ni ikkita halqada joylashgan. Bitta halqada 4 ta, ikkinchi halqada 2 ta. Demak, umumiy changchilar soni 6 ta deb hisoblab ketamiz. Urug'chisi bitta, lekin ikkita urug'chi bargni birlashishidan hosil bo'lgan. Shuning uchun qavs ichida yozib ketilyapti. Xo'p, keyingi o'simlik olxo'ri deymiz mana. Olxo'ri. Gulkosachasi 5 ta. Gultoji bargi 5 ta. Changchisi cheksiz. Urug'chisi bitta. Xo'p, tahlil qilamiz. Gulkosacha barglari 5 ta bo'ladi. Olxo'rining gulida gultoji bargi 5 ta bo'ladi. Changchilar soni ko'p miqdorda joylashgan va urug'chisi bitta bo'ladi. Keyingi o'simlik lola. Bu oddiy gulqo'rg'on bo'lgani uchun oddiy gulqo'rg'on formulasi bilan yozamiz. 3 plus 3. Changchisi 3 plus 3 va urug'chisi 3. Tahlil qilamiz. Oddiy gulqo'rg'oni ikkita halqada 3 ta qismdan iborat, 3 tadan umumiy 6 ta. Changchisi ham xuddi shunaqa, ikkita halqada 3 tadan joylashgan va urug'chisi 3 ta urug'chi bargning birlashishidan hosil bo'lgan. Va oxirgisi sachratqi o'simligi. Sachratqi gulini gul formulasi. Gulkosacha bargi 0, ya'ni rivojlanmagan bo'ladi. Gultoji bargi 5 ta bo'ladi. Changchisi 5 ta. Urug'chisi sig'madi, pastga yozaman. 2 ta bo'ladi. Xo'p, tahlil qilamiz. Gulkosacha barglari rivojlanmagan, gultoji barglari 5 ta qismdan, lekin ular birikkan. Misol uchun o'zimizni hammamizga ma'lum, karniy gulda gul toji barglari shunaqa bir shaklda bo'ladi, bir-biriga birikkan holatda bo'ladi qismlar. Xuddi shunga o'xshab 5 ta shu 5 ta qismni birlashishidan hosil bo'lgan. Changchisi ham shunaqa 5 ta changchini birlashishidan hosil bo'lgan. Bo'linmagan, ya'ni alohida emas, ular bir-biriga qo'shilgan holatda va urug'chisi ham ikkita urug'chi bargni qo'shilishidan iborat.